Diqqat, xalq uchun shoshilinch xabar. Hafta boshidan boshlab O'zbekiston hududlariga yana qorli va sovuq kunlar qaytmoqda. Barcha fuqarolar tezda ehtiyot choralarini ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi hafta boshidan qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. O'zgidromet bugun 5-yanvar dushanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra hafta boshida yog'ingarchiliksiz o'tadi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 38 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 0,2 daraja iliq, kunduzi 5-7 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 5-10 daraja sovuq, usti yurtda 11-13 darajagacha sovuq. Kunduz kunlari esa 2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 4-9 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Yanvar oyi uchun prognozlarga ko'ra, birinchi 10 kunlikda yog'ingarchiliksiz kuzatilish ehtimoli kam. Ikkinchi 10 kunlikda harorat pastlab boradi. Uchinchi 10 kunlikda esa respublika shimolida kechalari 15-20 darajagacha sovuq bo'lishi prognoz qilingan.